Demak, bugungi xatimiz ham request letter bo'ladi. Demak, savolni o'qiymiz. Men taxta asablarga tegmaydi, yozib bo'lib, keyin video olyapman. Demak, qaraymiz. You are about to start social meetings in a particular area. Ya'ni sen deb aytyapti, in a particular area degan ma'lum bir hududda you are about to start degani boshlamoqchisan, social meetings demak ijtimoiy yig'ilishlarni o'tkazmoqchisan ma'lum bir hududda. Where people from different nationalities can take part in. Can take part in degan qatnashish degan. Demak, qayerdagi ko'plab odamlar, turli xildagi millatdagi odamlar qatnasha oladigan. Demak, sen ijtimoiy yig'ilish qilmoqchimisan ma'lum bir hududda. Odamlar, turli xildagi millatdagi odamlar qatnasha olishi uchun. Demak, aytyapti, write a letter to the editor of a local newspaper requesting him to publish information about this. Demak, xat yoz deb aytyapti. Editor of a local newspaper degani mahalliy gazetasini muxbiriga, editor muxbiriga request qilgan undan, iltimos qilgan undan publish qilishini, nashr qilishini, mana shu haqidagi informatsiyani, ma'lumotni nashr qilishini iltimos qil. Ya'ni siz mahalliy gazeta muxbiriga yozishingiz kerak bo'ladi. Men shunaqa yig'ilish qilmoqchiman, turli xildagi millatlarni bir joyga to'plab yig'ilish qilmoqchiman, uchrashuv o'tkazmoqchiman va gazetangizda shu haqda e'lon bersangiz, yig'ilish bo'lyapti shu hududda deb e'lon qilishni, nashr qilib berishni iltimos qilgan deb yozishingiz kerak. What activities you have planned? Demak, qanaqangi bir activitylarni plan qilyapsan, nimalar o'tkazmoqchisan deb aytyapti. When the first meeting takes place and where? Birinchi mitingi qachon bo'lib o'tadi va qayerda deb aytyapti. Demak, qaraymiz bolalar, xatni ichida mana shu aytilgan narsalar bo'lishi kerak. Demak, uni iltimos qil. Qanaqangi aktivitylar bor ichida, nimalar o'tkazsam, o'sha mitingni ichida nimalar bo'lib o'tadi, o'shalar haqida yoz deb aytyapti. Birinchi mitingi qayerda bo'ladi va qachon bo'ladi, shular haqida ham eslatib o'tib ket deb aytyapti. Demak, boshlaymiz. Biz editor tanimaymiz va bu nima bo'ladi? Formal letter bo'ladi, rasmiy xat bo'ladi. Shuning uchun biz uni tanimaganimiz tufayli ism familiyasini bilmaymiz. Dear sir or madam bilan boshlaymiz. Ya'ni sir madam degani, ya'ni janob yoki xonim. Ya'ni ular olgandan keyin o'zlari tagiga belgilab qo'yadi. Xat oluvchi, qabul qiluvchi o'zi tanlaydi, erkakmi, ayolmi. Demak, qaraymiz. I'm writing in order to ask you deb boshlaymiz request letterni hammasini. Men seni iltimos qilish uchun yozyapman. To publish an announcement, ya'ni bitta e'lonni publish qilishingni, nashr etishingni iltimos qilib yozyapman. About social meetings, ya'ni ijtimoiy yig'ilishlar haqida, which we are organizing in our local community. Biz mahalliy community'mizda organize qilayotgan. Mana shuni I am organizing deylik. I am organizing in my local community deb aytaman. Men mahalliy local community degani o'sha mahallamda, mahalliy o'zimizni mahallamizda organize qilyapman. I hope, men umid qilaman, you will help me after investigating my letter. Men umid qilaman, sen menga yordam berasan. After investigating my letter degani meni xatimni o'qib chiqqaningdan keyin, yaxshilab, sinchiklab o'qib chiqqaningdan keyin sen menga yordam berasan degan umiddaman deb aytyapmiz. Demak, qaraymiz bolalar, mana dear sir or madamni yozamiz. Undan keyin bitta katak tashlaymiz, undan keyin mana introduction qismini yozamiz. Nima haqida yozmoqchi ekanligimizni alohida yozamiz. Undan keyin bir katak tashlaymizda, keyin main body'ga o'tamiz. Asosiy maqsadlarimiz haqida mana ular hammasiga savollarga javoblar bu yoqqa yozamiz. Sizga aniq nima deb yozilish bitta yozilmagan, faqat yo'nalish bergan, o'shalarga savollarga javob ber deb bergan. Shuning uchun xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin. Qanaqangi, masalan, qariyalarni qadrlash haqida bo'lishi mumkin. Yosh bolalarni giyohvandlikka qarshi bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. U sizda o'zingizga bog'liq. To'qib chiqish o'zingizga bog'liq. To'qima asar yozaverasiz, farqi yo'q. Demak, siz albatta o'zingizni tanishtirasiz, chunki sizni tanimaydi u. Bu yerda introduce yourself degan narsa yo'q, lekin tanishtirasiz baribir. My name is Nazira Mahkamova va ism familiya yozilishi kerak. Familiya ismi emas, ism familiya. I'm a volunteer
I'm a volunteer degani men ko'ngilliman, o'zim xohlab qilyapman degani. Who wants to help other people, boshqa odamlarga yordam bermoqchi bo'lgan volontyorman deb aytyapman. The meetinglar which I am organizing, men uyushtirayotgan meetinglar are designed, shuni o'z ichiga olganki, shunday o'ylab topilganki degani. To bring together people degani odamlarni birlashtirish maqsadida, bir joyga uyish maqsadida, from various nationalities, har xil millatdagi odamlarni bir joyga yig'ilish maqsadida tuzilgan. Furthermore, bundan tashqari, they promote, o'sha meetinglar rivojlantiradi. Promote degani rivojlantiradi. Cultural exchange. Demak, cultural exchange degani madaniy almashinuv. Insonlar bir-birini ko'rib, madaniyatini bir-biridan almashadi. Ya'ni u madaniyatni ko'rib, buni madaniyatni o'rganadi demoqchi. And mutual understanding, mutual degani o'zaro degani. Mutual understanding degan o'zaro bir-birini tushunishni hosil qiladi deb aytyapti. I have planned, men plan qildim. A range of activities, a range of degan bir qator degani. A range of activities, bir nechta activitylarni plan qildim. Such as, misol uchun, language exchange sessions degani, ya'ni til almashuv nimalarni, sessiyalarni, til almashuv activitylarni plan qildim deb aytyapti. Traditional music, an'anaviy, traditsionniy musiqa, an'anaviy o'zimizni milliy musiqamiz borki, milliy musiqa, and dance performances va raqs ijrolarini uyushtiryapman. Short cultural presentations, qisqa madaniy prezentatsiyalar uyushtiryapman. Madaniyatimiz haqida ma'lumot bermoqchiman demoqchida. And international food tasting events va xalqaro taomlarni tatib ko'rish events degani o'sha tadbirlarni uyushtirmoqchiman. Demak, o'sha yerda deb aytyapti, xalqaro hamma turdagi traditsionniy foodlar bo'ladi. Ular bitta-bitta tatib ko'rishni uyushtiryapman deb aytyapti. These activities, bu aktivitelar aim shuni maqsad qiladiki, to help participants, ya'ni o'sha qatnashuvchilarga yordam berishni maqsad qiladi. Learn more about each other's backgrounds, ya'ni bir-birlari haqidagi ma'lumotlarni ko'proq o'rganishga yordam beradi. In a fun, xursand bo'lgan holatda o'rganishga yordam beradi. And friendly environment, ya'ni do'stona atmosferada yordam beradi. Our first meeting, mana bitta aytyapsiz, first meeting deb aytyapsiz, o'shanga javob bo'lyapti. Bizning birinchi meetingimiz is scheduled, rejalashtirilgan, to take place, rejalashtirilgan bo'lishi on Saturday, ya'ni shanba kuni, May 4th, 4-may kuni at 4 p.m, ya'ni obeddan keyingi soat 16:00 da at the community hall. Community hall degani o'sha mahallaning asosiy binosida deb aytadi. On Green Street, ya'ni o'sha Green Street ko'chasidagi community hallda bo'lib o'tadi deb aytyapti. Demak, bu bizni polniy aytib bo'ldik nima bo'lishi, nima bo'lishi va undan keyin yana bitta probel tashlaymiz, bitta katak va undan keyin chiqish qismini, birinchi qismini boshlaymiz. It would be very kind of you degan hamma xatimizda bo'ladi, bilasizlar. Sen tomonidan mehribonchilik bo'lgan bo'lar ediki. If you could help me, agar sen menga yordam bera olsang, agar siz menga yordam bera olsangiz, could bo'lyapti. Ko'rasiz, could sizni bildiradi. Siz menga yordam bera olsangiz, to publish, ya'ni publish qilishga, nashr qilishga, this information, bu ma'lumotni in your upcoming publication, sizni keyingi nashringizda shuni publish qilishingiz yaxshi bo'lardi. In order to interest individuals, odamlarni qiziqtirish maqsadida shu informatsiyani bosib chiqarsangiz yaxshi bo'lardi deb yozyapmiz. Demak, yana bitta probel tashlaymiz, bitta katak tashlaymiz. Undan keyingisi ham chiqish qismini qog'ozga o'ralgan holatida thank you for your support, ya'ni yordamingiz uchun, ya'ni qo'llab-quvvatlashingiz uchun rahmat. In helping me, menga yordam berayotganingizda, build a more connected and inclusive community. Demak, more connected degan birga birlashgan va deb aytib, bir-birini hammani bir joyga to'planadigan jamiyatni qurishga yordam berishga ko'maklashayotganingiz uchun rahmat sizga bo'lyapti. I look forward to your reply degani javobingizni intiqlik bilan kutib qolaman. Yours sincerely,
hurmat va ehtirom ila Nazira Mahkamova bo'lyapti bolalar. Mana bu yerda hozir. Mana qarang. I look forward to your reply. Hamma xatimizda bo'ladi. Men intiqlik bilan kutib qolaman sizning javobingizni. Qaranglar, har bittasini o'rtasida bittadan katakcha qolyapti. Chunki shunaqangi bo'lishi kerak. Bir-biriga tiqib yozmaymiz. Hammasini bir qatorda yozilishi kerak. Bittasi mana yoqda, bittasi mana yoqda yozib bo'lish mumkin emas. Qarang, biz u insonni tanimaymiz. Shuning uchun hurmat va ehtirom ila deganda formal, ya'ni rasmiy holatda yours sincerely bo'ladi. Nazira Mahkamova deb o'zimni ismimni, keyin familiyamni yozdim. Siz o'zingizni ismingizni, keyin familiyangizni yozsangiz bo'ladi. Mana bizda request letter bo'ldi, iltimos xati bo'ldi. Menimcha shu request letterimizni nechtaligini sanamadim. 150 tadan ko'p bo'lsa bo'ldi. Menimcha bu yerda 170 tadan oshdi. Iloji boricha 170, 180, 200 taga 200 tadan oshsa ham yaxshi bo'ladi. 150 tada qotib qolmaysiz, chunki juda ham past ball beradi.